Do'stlar, moliya sohasi juda kerakli soha va bu bo'yicha mutaxassislar sizga har xil ma'lumotlar yetkazishadi. Siz esa moliyani men korxonamda tatbiq qila olamanmi, yo'qmi degan savollar bilan o'zingizni qiynaysiz. Keling, men sizga cash flow nomli eng oddiy narsani o'rgatib qo'yaman. Bu esa sizning biznesingizga juda katta ta'sir qiladi, foydali tomonga. Cash flow nima? Cash flow bu sizning korxonangizni kirim va chiqim tranzaksiyalari yig'indi jadvali hisoblanadi. Ushbu jadval 3 oy davomida yuritganingizda o'zida bir muammoni aniqlashingiz mumkin. Masalan, bir mijozimizda 3 oy davomida oylik maoshi hech qanaqa o'zgarishsiz to'langan, ya'ni 300 million, 310 million, 305 million bo'lib to'langan, lekin oshxona xarajatlari 10 million, 20 million, ya'ni 1 barobar, 2 barobar ko'p oshib ketgan. Va bu yerda esa u mijozimiz o'g'rilikni aniqlagan. Sizda esa boshqa muammolarni aniqlashga yordam berish mumkin. Havolaga bosgan holda e-point bilan bog'laning, pre-audit tizimimizni sotib olgan holda butun boshli korxonangizni ERP dastur kerakmi, yo'qmi degan savolga javob oling.